Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. YouTube platformamizda Norin Agrobok. Bugun 16-iyuli adashmasam. Shaftoli bog'imiz Anjir shaftoli Big Ben yarim gektar. Yangilaganmiz bog'imizni 3 yashar. 2024 deyaptimi? 3 yashar. Bahordan beri bularni bahor kesish hikmatlab kesganmiz, endi yoz kesish qilyapmiz. Xo'p. Mana kesgan holatlarimiz bir tanishib o'tamiz sizlar bilan va kesish jarayonini ko'rsatamiz. Mana kesgan joylarimizni bir obzor qilib qo'ying mana. Mana shu holatda qo'yyapmiz. Mana shu yonshoqlarga kuch berish uchun qaytarib qo'yyapmiz. Bular mana o'zi erta bahordan yagona qilib liderlarni ajratib qo'yilgan. Zishligini keyinchalik yana olinaveradi. Hozircha yonshoqlarga tashlayapmiz. E'tibor nimani amalda kuzgacha bular yana mashshoqlar kuchayib mevaga kurtaklari yotadi xudo xolasa. Keyingi ajoymas mashlar ham meva nimaga hosilga yotsa ajoymas. Kuzda kesamiz deydigan bo'lsak, kuzgacha mashshoqlarimiz yana qanchadan o'sib ketadi. Boshqa kuchlarni biz mashlarga yo'naltirishimiz kerak mana bog'imizga. Shuning uchun erta bahordan kuzgacha 3 marta 4 marta yashil kesish ishlarini amalga oshiramiz. Xo'p, mana bu yoqlarga kesib bo'ldik. Mana ichkarilarini ko'rsatib qo'ydi. Vazir holatini, ishlarini qanchalik ochilgan oraliqlar. Hozircha shunchalik qo'yib turamiz. Mana shular o'sib olsa, zishliqlarni endi kuzda olamiz shu bilan. Iyuldagi kesishimiz. Endi mana navbatdagi qatorimizni kesish jarayonini bir ulashamiz sizlar bilan. Bu shaftollarimiz o'zi bu yil natijalarini, hosillarni bergan. 1, 2, 3, 6 tagacha. Xo'p. Liderlarimiz yetarli. Endi bularni yana ham shoxlatishimiz uchun pastlatamiz, ham shoxlatamiz. Yerda zishlik buni o'rtada mana shu oshchak. Xo'p, sekin men tomonga aylanib kesayotgan joylarimni ko'rsatdim-da. Mana zishlik bu yerda ko'p. Hozircha bularni qaytarib turaveramiz. Yonshoqlarni ham. Xo'p, bu yerda zishlik. Bir qator olamiz, yana ko'zga yoqmagan joylarni yana qaytadan olamiz. Birdaniga xato qilib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun katta olamiz. Yoqlardan sal men tomonga aylanib endi xo'banat devalarni tekizlab oldik. Zishliqlarga e'tibor berib qo'yamiz endi. Ichki zishliq sochlar, bu shoxlar bo'lsa olib qo'yamiz. Ikkita. Mana ichkariga qo'ygan mana mayda shoxlarni olib qo'ymasak, kuzgacha shular yana o'sib oladi. Xo'p, beki maydon ko'rsatdim mana 3 ta shoq, 3
toshlar mana mana shu yerda ko'rsatdim. Shularni uchovini ham qo'yishimiz kerakmi degan savolni hozir hal qilamiz. Yotiqlarni olamizda. Buni qo'yib qo'yamiz tikroq. Mana bunimiz ham bittasi uchib ketadi kiyimlar buni baribir. Endi bu yoqqa kel, tomondan ko'ramiz. Mana shoxlar mana oshcha zichlik. Shunday qo'yamiz. Tomondan ko'rinishini ko'rchi. Endi bu yerda mana 3 ta shoxa zich. Mana tanab tashlaymiz ana. Hozircha shunday holatda kesib qo'ysak mana kuzgacha endi mana shu yon shoxlarimiz rivojlanadi. Ketaveradi xohlasa. 3 yoshli shoptorlar ham bo'lsa mana shu ahvolda, mana shunday tarzda kesiladi mumkin. Bu tajribali bog'bonlarimiz uchun emas, ikkilanuvchi bog'bonlarimiz uchun bir sizlarga tavsiya bo'ldi. Bizda kanalimiz Norin Agro bog' rasmlarimizni yo'qotmaslik uchun obuna bo'lib, obzorlarimiz ma'qul kelgan bo'lsa layihlarni bosib, yaqin do'stlarga ulashishlaringiz mumkin. Keyingi mavzulargacha mana shu ahvolda mana sizlar uchun tajriba obzor bo'ldi. Salomat bo'lasizlar.